هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Ma'arij tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diyektanlığa İbn Kathir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ma'arij suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Ma'arij Mekke'de nazil bolgan 44 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Bir tili gücü yani Nazir İbn Haris kafirlarga çokum boladigan azapның tushishini tilidi. O azapni hiç adam qaytarolmaydi. O azap asman şotilarining egisi Allah tarafidan bo'lgan farishtalar va ruh yani Jibril Allahga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunligi 50,000 yil keladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingning yetkizgan aziyatlarga chiroyliqcha sabr qilgin. Ular u azobni yiroq deb qaraydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Qiyomat kunining tez kelishini tilaganlik to'g'risida. Bir tiliguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kafirlarga cho'qim bo'ladigan azobning tushishini tiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, ular yani müşriklar mesxir qilish yuzasidan senden azabning tez nazil bo'lishini talab qiladi. Azab cho'qim nazil bo'ladi. Lekin uning nazil bo'lishining muayyan vaqti soati bo'ladi. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Allah bandalarini jazolashga oldirib ketmaydi. Bir tiliguchi yani Nazir ibn Haris kafirlarga cho'qim bo'ladigan azobning tushishini tilidi. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kafirlarning Allohning azobi haqida so'ragan savolidir. Bu azob ularga cho'qim keladi. Ibn Abu Najih Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir tiliguchi oxiratda bo'ladigan azobning dunyoda tushishini tilab duo qildi. U va uning o'xshagan kafirlar mundaq duo qildi. Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin. U azobni hiç adam qaytarolmaydi. Yani Allah u azobni tushirishni iroda qilgan chaqda uni hiç to'sib qolg'uchi bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: U azob osmon sho'tilarining egisi Allah. Osmon sho'tilarining egisi degan so'zning tafsiri to'g'risida. Osmon sho'tilarining egisi degan oyatning ma'nosini Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning ustunlik va mol-mulk egisi deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qiladi. Farishtalar va ruh ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, Abu Salih bu oyat haqida mundaq deydi: Bu oyatdagi ruh degan so'z Alloh taolaning mahluqotlaridan insonlarga o'xshaydigan, lekin insonlarning dal o'zi emas,
bir xil maxluqotni ko'rsatdi. Men bu oyatdagi ruh degan so'zdan Jibril alayhissalom ko'z tutilishi ehtimolga yaqindir. Bu söz umumiy ism bo'lib, Adem avlodlarining ruhlarini ko'rsatishimi ehtimolga yaqindir deb qarayman. Chunki insonlarning ruhlari qabz ruh qilingan chaqda osmonga o'rlatildi. Bu vaqtda Baroning hadisida tafsili bayon qilingan. Uzunluğu 50 ming yil keladigan kundan qiyomat kuni ko'z tutilganligi to'g'risida. Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunluğu 50 ming yil keladi. Bu kundan qiyomat kuni ko'z tutiladi. İbn Abu Hatem İbn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kun qiyomat kunidir. Savri Sammak İbn Harbdan Ekrimaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U kuni qiyomat kunidir. Zahak va İbn Zay qatorliqlarmu shundaq degan. Ali ibn Abu Talha İbn Abbasning Allah Teala'nın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qavmingning yetkizgan aziyatlarga chiroyliqcha sabr qilgin degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. U kun qiyomat kunidir. Allah Teala kafirlarga u kunning uzunligini 50 ming yilning uzunligidek qilib berdi. Bu mazmunda nurg'un hadislar rivoyat qilindi. İmam Ahmad Abu Umar G'udatning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Abu Hurayraning yinida edik. Yenimizdan Bani Amir ibn Sa'sa'a qabilasiga tava bir odam o'tdi. U Bani Amir qabilasi ichida eng boy odam deyildi. Shuning bilan Abu Hurayra yenidagi odamlarga u odamni yondirib yenimga ilib kelinglar dedi. Ular uni yondirib keldi. Abu Hurayra uningga "Anglashimcha sen haqiqatan boy odam ekansan" dedi. U odam shundoq Allohning nomi bilan qasamki, mening 100 qizil to'gam, 100 qizg'uch oq to'gam bor dedi. Hatta u to'gilarining rangillarini, qo'llarining hunarlarini va sarxil otlarni sanab chiqdi. Abu Hurayra uningga to'gilarning va qo'ylarning tuyoqlaridan saqlangan dedi. Abu Hurayra bu so'zni bir qancha qitim takrorladi. Hatta u odamning chiroyi o'zgarib ketdi. U "Ey Abu Hurayra, bu nima deganing?" dedi. Abu Hurayra mundaq dedi. "Men Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim. Kimning to'gilari bo'lsa, u qiyinchilik ahvolda bo'lsin yoki kangirchilik ahvollarda bo'lsin, to'gilarining zakatini bermasa, qiyomat kuni u to'gilar eng go'shlik, eng semiz, eng shosh, yugurak to'gilar bo'lib keladi. Ondan u odam kangri tuzlanlikda to'gilarning oldiga tashlandi. To'gilar uni tuyoqlari bilan dassaydi. To'gilarning oxiri uni dassab o'tib bo'lsa, boshdagi to'gilar uni qayta dassashga elib kelindi. Hatta insonlar orasida hukm chiqarilib, u o'zining jannatga yoki do'zaxga elib boradigan yo'lini ko'rganga qadar uzunluğu 50 ming yil keladigan ana shu kunda uningga bo'lgan azob mana shundoq davom qiladi. Kimning kalalari bo'lsa, u qiyinchilik ahvolda bo'lsin yoki kangirchilik ahvolda bo'lsin, kalalarining zakatini bermasa, qiyomat kuni u kalalar eng go'shlik, eng semiz, eng shosh, yugurak kalalar bo'lib keladi. Ondan u odam kangri tuzlanlikka ilib kelinib, kalalarning oldiga tashlandi. Kalalar uni tuyoqlari bilan dassaydi. Munguzlik kalalar uni munguzlari bilan usidi. Bu kalalarning munguzlari tüp-tüz, ushliq va sunmasdir. Kalalarning oxiri uni dassab
va o'tib bo'lsa, boshdagi kalalar uni qayta dassash va ustish uchun elib kelindi. Hatto insonlar orasida hukm chiqarilib, u o'zining jannatga yoki do'zaxga elib boradigan yo'lini ko'rganga qadar uzunligi 50 ming yil keladigan ana shu kunda uningga bo'lgan azob mana shunday davom qiladi. Kimning qo'ylari bo'lsa, u qiyinchilik ahvolda bo'lsin yoki kengchilik ahvollarda bo'lsin, qo'ylarining zakatini bermasa, qiyomat kuni u qo'ylar eng go'shlik, eng semiz, eng shosh yugurek qo'ylar bo'lib keladi. Ondan u odam kengri tuzlarniki elib kelinib qo'ylarning oldiga tashlandi. Qo'ylar uni tuyoqlari bilan dassaydi. Munguzlik qo'ylar uni munguzlari bilan usidi. Bu qo'ylarning munguzlari tüp-tüz, ushliq va sunmasdir. Qo'ylarning oxiri uni dassab va o'tib bo'lsa, boshdagi qo'ylar uni qayta dassash va ustish uchun elib kelindi. Hatto insonlar orasida hukm chiqarilib, u o'zining jannatga yoki do'zaxga elib boradigan yo'lini ko'rganga qadar uzunligi 50 ming yil keladigan ana shu kunda uningga bo'lgan azob mana shunday davom qiladi, dedi. O odam, ey Abu Hurayra, tövgilerinin hakkı nimelerden ibaret, dedi. Abu Hurayra, birisiga tövgi ariyet bersen, yaxşısını ve sütlük tövgünü berişen lazım. Meni biliş üçün tövgü so'rab kelsa, uni berib turishing. Tish tövgüsü üçün erkek tövgü so'rab kelsa, uni berib turishing ve muhtojlarni tövgünün sütü bilen ta'minlashing lazım, dedi. Bu hadisni İmam Abu Davud ve Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Altın kumushga ega bo'lgan kishi uning zakatini bermasa, qiyomat kuni u altın kumushlar yapılaq ve bisliq qilib soqiladi. Ondan u cehennem o'tida qizdirilib, u odamning peshonasi, beqini ve dümbisi dağılındı. Hatta Allah bendiler arasida hüküm çıkarıp, u adam cennetke yoki do'zaxga elib boradigan yo'lni ko'rganga qadar sizlarning hisobinglar bo'yicha uzunligi 50 ming yil keladigan ana shu kunda uningga bo'lgan azob mana shunday davom qildi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisning davomida yuqoridagi hadisda bayon qilingandek qo'y va to'ygilarning ahvollarini bayon qilib o'tdi. Bu hadisda yana atlarning ahvolini bayon qilib mundaq dedi. At beqishdan 3 xil ish kelib chiqadi. At beqishdan 3 xil ish kelib chiqadi. Bir odamga ajr keladi, yana bir odamning hojatini qamdaydi va yana bir odamga gunoh ilib keladi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. Bu hadisni bu yerda bayon qilishdan maqsad Payg'ambar alayhissalomning hatto Allah bendiler arasida hukm chiqarib, uzunligi 50 ming yil keladigan ana shu kunda degan so'zining yuqoridagi oyat bilan munosabati bo'lganligi uchundir. Payg'ambar alayhissalomni sabr qilishga undash to'g'risida. Ular u azobni yiroq deb qaraydi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingning seni inkor qilganligiga, ularning Allohning azobining cho'qim yuz beradiganligini yiroq sanab, u azobning o'zlariga kelishini aldiratganligiga sabr qilgin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini aldirtidi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingning yetkizgan aziyatlarga chiroyliqcha sabr qilgin. Ya'ni kafirlar bu azobning yuz berishini va qiyomatning qoyim bo'ladiganligini yiroq sanaydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Ya'ni
mu'minlar uning yuz berishini yaqin deb qaraydi. Gerçi qiyomatga muayyan vaqt bo'lib, uning vaqtini g'olib va buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bo'lsa-mu, lekin kelayotgan har qanday narsaning yaqin ekanligi va cho'qim yuz beradiganligi muqarrardir. U kunda osmon eritilgan misdek bo'lib qoladi. Tog'lar etilgan ranglik yungdek bo'lib qoladi. Her odam o'z holi bilan bo'lib qoladiganligi uchun do'stini ko'rib turib hol so'ramaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jami odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q, u muqarrar davzaxdir. Ya'ni bu gunohkor kafir mundaq arzudan yansun. Pida qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqiza olmaydi. Uning oldida davzax yenib turdi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shildi. U haqdan yuz o'rib, buralgan va pul mol yig'ib saqlagan. Uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqirdi. Qiyomatning qo'rqinchli ahvollari to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Bu azob kofirlarga cho'qim keladi. U kunda osmon eritilgan misdek bo'lib qoladi. İbn Abbas, Mujahid, Ata, Said ibn Jubayr, Ekrima, Suddi va bir qancha kishilar bu oyat haqida mundaq deydi. U kunda osmon eritilgan yog'ning do'yrisidek bo'lib qoladi. Tog'lar etilgan ranglik yungdek bo'lib qoladi. Alloh taolo bu haqida mundaq deydi: Tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketadi. Her odam o'z holi bilan bo'lib qoladiganligi uchun do'stidan ko'rib turib hol so'ramaydi. Ya'ni her odam o'zi bilanla bo'lib qoladiganligi uchun o'zining yaqin do'stini eng qiyin ahvolda ko'rib turibmi, uningdan hol so'ramaydi. Avfi İbn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bir-birini tanıydı. Ular o'zaro tanishgandan keyin bir-biridan qochidi. Xuddi Alloh taolo mundaq degandek: U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey insonlar, Rabbinglarga buyruqlarini o'rinlash, men qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, balamu otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovning o'z gunohini ustiga elivilishiga chaqirsa, u yaqin chiqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan azroq narsani ustiga ilib ololmaydi. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jami odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q. Ya'ni bu kunda fidya qabul qilinmaydi. U qiyomat kunining qo'rqinchli ahvolini ko'rgan chaqda fidya berib, Allohning azobidan qutulish uchun butun zimin ahlini, o'zi erishgan mol-mulkning eng esilini va zimin to'shqichi oltinni yoki dunyodagi chaqda o'zining
yürek parisi bo'lgan bolasini ilib kelib fidya berishni arzu qilgan taqdirdami, uningdan bu fidya hargiz qabul qilinmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ve özü mensup bo'lgan qavm qarindoshlarini bu oyatni Mujahid va Suddi özünün urug' chiqqanlarini va qabilasidagi kishilarni ko'rsatdi deb tafsir qilgan. Allah Teala devzaqni ve onun qattiq qiziqligini sifatlab mundaq deydi. Yo'q, u muqarrar devzaqdir. Yani bu günahkar kafir mundaq arzudan yansın. Pida qilingan hech qandaq narsa uni azobdan qutqiza olmaydi. Uning oldida devzaq yenib turdi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shilidi. Hasan Basri ve Sabit Bunani bu ayet haqida mundaq deydi. U haroratinin qattiqligidan yüzünün terisini shilidi. Qatada mundaq deydi. U haroratinin qattiqligidan yüzünün ve bedenlerinin terilerini ve put-qo'lining barmoqlarini shilib tashlaydi. Zahak mundaq deydi. U haroratinin qattiqligidan so'ngakdan go'shtni ve terini shilib tashlaydi. So'ngakda hech narsa qolmaydi. İbn Zayd mundaq deydi. U haroratinin qattiqligidan so'ngaklarni shilib tashlaydi. Bu ayetning xulasi ma'nosi devzaq o'ti kafirlarning so'ngaklarini shilib tugitidi. Ondan ular yenidan yaratilib, terileri yenidan almashtirildi. U haqdan yüz o'rib, buralgan ve pul mal yig'ib saqlagan, uningdan Allohning ve miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqirdi. Yani Allah devzaqqa yaratgan dünyadaki çağlarda devzaqning amelini qilishga pütüp etken insanlarni qiyomat kuni devzaq ravon til bilan o'ziga chaqirdi. Ondan devzaq ularni mahshargoh maydonidan xuddi qush dan tergandek teridi. Bu shuning uchunki xuddi g'olib ve büyük Allah aytgandek, ular bu kunning kelishini chin dillari bilan inkor qilgan. Bu kun uchun amal qilishni tashlagan. Ochko'zlik bilan pul mal yig'ib, uni pishiq saqlagan. Bu pul maldan yaxshilik yo'llari uchun ishlatish ve zakat berish qatorliq ustunlarga vojib bo'lgan Allohning haqqini berishdan bosh tortgan odamlardir. İmam Muslim Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qildi. Pul mal ishlatishda bexillik qilmagan. Undaq qilsang Allah sana bexillik qiladi. La ilahe illalloh Muhammadur Rasulullah. Elhamdülillah. Yuqorida sura Ma'arij tafsiridan 18. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.